Hazreti İsa Petrusning uyiga borganda, Petrusning qiynonisining qizitmasi o'rlab, o'rin tutib yetib qolgan edi. Hazreti İsa uning qo'lini tutishi bilanla qizitmasi yelib ketdi. U ayol darhol o'rnidan turib, Hazreti İsa'ni kutishga boshladi. Qorong'i tushganda, kishilar jin chaplashgan nurg'un odamlarni Hazreti İsa'ning oldiga elib kelishdi. Hazreti İsa bir eg'iz so'z bilanla ulardagi jinlarni qo'g'lab etdi va kasallarning hammasini saqaytdi. Buning bilan Yashaya payg'ambar orqali uqtirilgan og'riq islohlarimizni u ko'tardi, kasallarimizni ustiga oldi degan so'z amalga oshirildi.